Yer ostiga necha 10 metr cho'nqir bo'lgan metro yo'lni qanday ko'lab chiqqanligini bilamsiz? Qo'l bilan ko'lamdi yoki cho'ng tutga mashina bilan ko'lamdi. Agar keyingisi bo'lsa, uni qanday to'shib elib tushidi? Tinchlik saloni siz uchun bu maxfiyatlikni yechib beradi. Metro mavjud bo'lganligi joyda biz zo'miga tonel qazish mashinasini tilga olmay tura olmaymiz. Dunyodagi eng chong tonel qazish mashinasining diametri 20 metr bo'lib, 7 qavatlik binoning egizligiga barobar keldi. Tonel qazish mashinasining eg'irligi 300 tonna 900 tonnagacha. U kaslanchikka o'xshaydigan g'oyosur to'piyish mashinasi. Garchi tonel qazish mashinasining eg'irligi 1000 tonnaga yetsa-mo, lekin ichki qismidagi loyga besim berish va sirtqi besimni tamponlashtirish orqali tonel qazish yuzining muqimligiga kafolatlik qilgan bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda o'zining o'ltirishib ketmasligiga kafolatlik qilgan bo'ladi. U bir tarafdan tonel qazib, yana bir tarafdan tonelning teraklik turbi parchasini yotqiza oladi. Bir kunda eng ko'p bo'lganda 20 metr qazg'ili bo'ladi. Qazish surati odam kuchiga qaraganda necha o'nasi tez bo'ladi. Tonel qazish mashinasining sirtqi qepi turbi yaproqchisi o'rnatilmagan tonelga terak bo'ladi. Uning ichida murakkab elektr uskunalari va markaziy kontrol uyi bor. Xizmatchilar markaziy kontrol uyini kuzatish ekranida barliq mashg'ulot sonliq ma'lumotlarni kuzatib tura oladi. Tonel qazish mashinasi yer ostiga minib turadi, ammo azaldan yo'ldan ezib qolmaydi. Chunki uningga avtomatik o'rin belgilash tonel yetaklash sistemasi o'rnatilgan bo'lib, tonel qazish mashinasining eng yadroliq sistemasi hisoblanadi. U markaziy kompyuter, tonel qazish yumshoq materiali va lozimlilik teodlar qatorliqlardan tarkib topgan. U qazish yo'nalishdagi xatolik farqining 30 mm dan eshib ketmasligiga kafolatlik qiladi. Tonel qazish mashinasining bosh qismi cho'ng ham o'tkir aylanma pichoqlik bo'lib, pichoq taxtasiga nurg'un olmos pichoq o'rnatilgan. Suyuqlik besim silindrining ittirish kuchi ostida pichoq taxtasi har bir aylanganda zo'r miqdordagi to'pa va tog' jinslarni pachaqlab o'talaydi. Muvofiq tengshalgan suyuqlikni qo'shgandan keyin qizilgan to'pa quyruq qismidagi to'pa omborga opiriladi. To'pa omborining keyinda burmiliq yetkazish mashinasi va yetkazish tasmasi bor. To'pini to'p sandiqqa to'shiydi. To'p sandiqidagi to'plar tik quduqning ostiga to'shiladi. Uni kran orqali yer yuziga to'shiladi. Tonel qazish mashinasi har bir halqani qazganda joyida to'xtab turib, turbi yaproqchisini qurashtiradi. Tonel qazish mashinasining quyruq qismida bir dona turbi yaproqchisi uskunasi bor bo'lib, turbi yaproqchisi qurashtirish elib beriladi. Turbi yaproqchisi tonelning cho'ngini qapqi bo'lib, tuproq qatlamining besimi, yarasi suyining besimi va ba'zi alohida yuklarga taqobil turish rolini o'ynaydi. Shuning uchun turbi yaproqchisining sifati bu tonelning umumiy sifati va bexatarligi bilan bevosita munosabatli. Turbi yaproqchisi yasashda odatda yuqori kuchlanishlik sinashga qarshi beton ishlatiladi. Tonelning cho'ng kichikligi bo'yicha oldin tayyorlanadi. Ularning tonelni mustahkam qo'dashga kafolatlik qilish uchun har bir parcha turba qattiq besimga va suvga taqobil turish tajribasini o'tadi. 6 dan 8 gacha bo'lgan turba bo'liki bir halqa hosil qiladi. Bu turba yaproqchilari o'rnashtirilgan temir yo'l vagonlari bilan tonelning ichki qismiga to'shiladi. Suyuqlik besimli silindrdan foydalanib turba parchasini belgilangan o'ringa o'rnatiladi. Odatda ostki qismdagi o'lchamli turba yaproqchisidan boshlanadi. Tartib bo'yicha o'ng so'l ikki tarafga o'lchamli turba yaproqchisi o'rnatiladi. Ondan qo'shni turba yoqish kurashtiriladi. Eng oxirida ustiga turba yoqishni o'rnatiladi. Intayin nozik bo'lgan pichoq taxtasi sistemasi o'rin belgilash sistemasi orqali yuchuqni inchiklik bilan to'g'rilab, farqni millimetr darajasida kontrol qiladi. Ondan alohida material bilan himlash orqali tonelga suv singmasligiga kafolatlik qilish xizmatini ishlaydi. Mushundaq takrorlanib, tonel qazish mashinasi uzluksiz olg'a ilgirlash bilan bir vaqtda tonelning ichki devormi masqadamda shakllanadi. Tonel qazish mashinasi odatda manganezini qayta dasmaydi. Qazish qurilishi oxirlashganda tonel qazish mashinasi quduq ichida parchalanib bo'linib elib chiqib ketiladi. Qabul qilish quduqi bo'lmagan alohida ahvolda xuddi parvonaga o'xshash o'nkir ichida parchalanish usulini qo'llanadi. Tonel qazish mashinasining bahasi qimmat. Metro bekiti shiddat bilan eshish ahvoli ko'rilgan shaharlarda tonel qazish mashinasi kam bo'lsa bo'lmaydi. Ilgari zapchaslar degandek sarxil bo'lmag'achqa davlatimizda ishlangan tonel qazish mashinasi boshqalarning cheklamasiga uchragan. Hozir biz agim yo'lda yondab o'tishni amalga oshirdik. Tonel qazish mashinasi Jungoning yangi ism kartasiga aylandi. Bu son mazmun mushada oyoqlashdi. Agar mazmun yorg'on bo'lsa, yulduz belgisini o'rtib qo'yishni unutmang. Qo'llash shunchalik oddiy. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchoq salonini qo'shib olib va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchoq.